Bu yerda biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, bizga yana qanaqa yangi dahshatli klon kelishini va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz. Va qani ko'ramiz. Bu qismda biz sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rishni olasizlar. Yo! Parolab ochgan balki. Va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachani ichiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Endi bo'lmasam do'stlar, Darknet saytiga kiramiz va buni har doimgidek o'sha mani kompyuterni bajaramiz. Bolalar tayyormisizlar? Har doimgi gapimiz. Bu oxirgisi. Bu oxirgisi deymiz. Menyuyimizga kir. Nimalar bor, ko'raylik. Ko'rsam do'stlar, biz o'sha bo'lgan voqealarni Gametaga ketdik, ya'ni ko'zlar oqarib qolgan va yana boshqa narsalarni. Lekin Gametaga hech bo'lib bo'lmadi, do'stlar. Tanimayaptilar nima bo'layotganini. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib oldik va tayyormisizlar? Duxbormi? Sal gapiraylik. Men chatoq qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambit aka bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin. Ya, Gambit aka mana shu prosta hazillashdi va biz mana shu o'lim daftari yordamida bu jonni yo'q qildik. Mana o'zi qanaqa his qilasiz? Zo'r, cho'tki idealni. Hozir yana qarindosh urug'larimizni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindosh urug'ingiz? Bu hazil. Ha, okey. Xo'p. Hazilda. Qamayli, bo'lmasa mana endi do'stlar, sal pastroq o'tishamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat degan klonni chaqirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Mahallinskiy, Navshinskiy dahshatlaridan. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 odam o'lmagan, prosta klonga aylangan. Xo'p, u haqida o'qiymiz. Ko'chmas sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Mana deb qizig'i. Chaqiramizmi? Da. Voy. Pichib. Bosaman. Shuncha kirmayapti. Mana qolganlarni bosib ko'raylik. Kirmayapti, hech qaysi bosilmayapti. Sayt ishlamayapti. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim tugagandir bu narsa. Yo, balki hozir yana bosib ko'ringchi, boshqasiga o'tkazib yuborar. Mana bosaman, maqomman bosaman. Enter ham bosaman. Значит, ishlamayapti. Shu sayt yopilgan. Bola video shu joyda tugadi. Yo, xo'p, stop. Saytga yopilgan deyish oson. Ya'ni sayt yopilgan bo'lsa, navbat bizga plyus. Sardorchi. Hozir nima qilamiz? O'lgan. Araqa chimodan qani? Olib kel chimodan. Balkim bu o'yinimizning yangi seriyasi va yangi ssenariysidir. Uje biz mana bunaqa notebooklar bilan sekin kirib zakaz qilishimiz shart emasdir. Olib kel qani? Xo'sh, do'stlar, yana o'sha chimodan. Oy. Xo'sh, mana qanaqadir bir tinga o'yinchoqcha va Yulduzda eslatadigan narsa. No, da, shayton arazlar kitob. Xo'p, bo'ldi. Mana olib tashlab bo'ldi. Bizga o'sha o'yinchoqsiz kerak emas. Bizga daftar kerak. Va endi bo'lmasa, yana o'sha o'tgan safargi kobradan qolgan yozmalar va yana qolgan polni oppoq narsalar. Xo'p, daftar bizga qanaqa podskazka beradimi? No, qanaqadir faqat shu bizlar bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti, do'stlar. Mana o'zinglar ham chat, mana chat yoki kommentariyada yozinglar, biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana risk ular chiqishga mana qara. O'lim daftari, lantlangan bashorat kitobi, o'xshaganga nimadir deb, to'g'rimi? Gamit aka qo'rqitmang. Gamit aka! Hey! Faqatlashasanmi? Faqatlasam? Bilmayman, Gamit aka qasashadi. Qarang, Madriddan cho'chib ketdi, ko'zi yoshlanib ketdi dash. Yig'laverdi. Ol yaqindan yig'laverdi Gamit aka. Brat. Biling, yana Shoshon. Gamit aka nima? Nima? Ovoz eshitdi. Voy, bilan yig'layapsiz, men qo'rqaman, yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? U miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa nima eshitdingiz? Qarangdir, xat, bir bola, nimadir, kitob. Xat? Ha. Xat, kitob? Da, xat, kitob, bir bola deyapti. Yo'q, kitob hech bo'lmaydi, yo'q-da. Qanaqa xat bo'lishi mumkin bilayman. Parolab ochgan balki. Jindan ber. Gamit aka o'zi qilib qo'ymadingmi chiqib? Yo'q. Kitob hech qanaqa podskazka bermadi-ku. O'zinglar qo'rqmadinglarmi? Ichimadan bo'ldi, bu paytda meni uyimda bo'lgan. eng qizig'i hozir Gambit aka qayerdan bildi bu narsa borligini? Men miyamga eshitildi bu narsa. Kimdir gapirdi menga. Xat, kitob, bir bola edi. Xo'p. Okey, birinchisiga Goblin deb yozilgan, ya'ni birinchi kelgan klon. Ikkinchisiga Cobra deb yozilgan. Bu ikkinchi kelgan klon. Menimi kim? Chikko. Bu nima? Bu ana. Ha? Le, Cobra, u keladi degan. Keladi? Главныйсimi? Balki mana shu qilamiz, qaranglar Chikko. Ikkita chetida ana yordamchi katta o'rtada. Shoshmanglar, mana qaranglar. Saytda ham yo'qda bunaqasi. Yo'q, umuman bunaqasi. Nima bu? Mana qaranglar. Chikko. Mana rasmini turishini qaranglar. Ko'rasizlarmi? Bunaqasi yo'q bunaqasi. Bor-ku. Balkim chaqirish uchun Qorbobo degan. Shoshma. Birinchi eshik. Do'stlar, xolos, men o'ylashim uchun mana bu Chikkosi keldi. Bu daftar yo'qotishga birinchi o'rin. Bekitish kerak buni sira. Bir qo'lim qaltiryapti. Chamadan olib kel, maqsud tezlash, ukam. Всё, давай bekitamiz. Chamadan bekitishga qo'ydik.
Bizni tungi ko'radigan kameramiz. Tunda hammanglarni ko'ramiz qilayotgan ishinglarni kadek. Shunda siz hazillashmoqchisiz shu paytda ham, ha? Lekin biz sizlardan qo'rqamiz. Hozirgi bo'lgan narsa oddiy narsa emas, qattiq ko'rganingiz. Balki bu meni sirli qobiliyatimdir. Bu 100% bizlarning foydamizga. Voy, o'zi ishlar tashqarida. O kimdan yashiraylik? Холодильниге, давай-то холодильниге. Yani lekin bundan oldingi videoda даже klonni холодильniga ham ochgan. Bular biladi aka bu. Bitta joyga bekitamiz tashqariga. Shoshma oldin chiroq yoqaylik, chunki uydan nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud davada tez chiqaylik. Ketdi, bo'l tashqarida yo'q. Hozir ushlab oladi u yana tashqarida. Kim ushlab oladi? Qanaqa qilib sug'ish ketgan sotib olaylik. Atmosfera qarang. Hamma joyda suyt o'chdi. Qaysi tarafda? Ha, mana bu tarafdami? Qatta bassenga. Kimni yoqish kerak uni? Qanday rejim yoqqanda bosan ko'rib turib tashqarida olib turing. Qatga berkitamiz, gamitaga. Tepaga qo'yaylik. Tepaga hamma qaraydi. Pastga berkitsaychi. Yaxshi variant. Davay. Mana ko'tarib. Voy, mana. Yo'q. O'sha qasi. Mana. O! Uncha bilmaydi. Da, ideal. Bab yotmaydi yo'q hech kim. Mana bitta qilib qo'yamiz ana. Bo'ldi uncha bilmaydi, to'g'rimi? Hey! Maqsud hech kim yo'qmi? Yo'q, qorong'ida ko'rmayapman hech narsani. Sen ol o'zing olibsan. O'rtoqlar, mana buni qaranglar mana. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Kamerada yaxshi ko'rinyapti-da faqat. Uy, bilin. Maqsud kimdir ko'rdingmi? Mana klon. Mana. Ya boshqa narsa-ku, bu yoqqa kamerani. Bu qayt uyga, qayt-da, qayt. Tez yuguraylik, klon kim? Stop, yaqin oling. Kim bu? Voy, boshqa bola kim bu? Qochinglar. Nima bu bilan bu qani bu? Dir. Ana. Bu o'ziga qarang. Kim? Voy. Это что за аппарат? Sog'dam ishmas, bu sog'dam ishmas. Men qo'rqaman. Kitobni ko'rmadimi? Bizni yashirgan joyda? Yo, o'tdan sen topa olmaysan, uka. Men yomon bekitdim bularga. Men bilmayman nima qilish kerakligini hozir. Men umrimda bunaqasi tushmaganman. Buni oldin klonlar mayli, qayerdir bolacha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'lardi. Men birinchi qolib nima qilamiz? Mamitidan kim olmiz? Prekin Mamitidan. Men 4-dan boshida yoniga bormoqchi bo'ldim. Kamera olib, tipa kadr olish kerak, baribir. Shuncha vaqt buni odamlar ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqol bosar ekan odamni. Tomiga mana qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, giperaktivniy yo'ldan bu yoqqa yomon tez sakrayapti. Dumini qarab, bilab bo'yini. Okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga polibom shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadanning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, hop, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Bilmayman qayerdadir yo'q qoldi. Shoshma qani. Stop, eshitasan? Qadam o'zi keldi. Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Chikko emas, Slenderman desak-chi, o'zimiz uchun a? Hech kim yo'q uchun-da. Brat. Derazani yoping. Brat, nima qilasiz? Brat, nima qilasiz? To'g'ri qilib bo'yinsiz. Welcome, sekiron. Qarang, gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qarab yurganiga? Ahamiyat qaratdingmi yurganiga? Cho'loqlarni vaziyga. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Ma'lumchada. Oyog'ini tagida nimadir bor. Demak, qochib yursak deb o'z qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da. Shu haqida bo'lsa bo'ladi. Lekin tez yursa-chi agar. Ha, qadami katta uni tez yetib oladi bizga. Bila. Hop, nima qilamiz? O'tiraveramiz shunaqa? Hozir nimadir qilishimiz kerak bo'lgan narsani balkim через kitob olarmiz. Hop, bizani tutsa kitob olib qo'yadi-da. Hozir masalan bizda tutsa kitob olmaydi, chunki biz kitob yashirib qo'yganmiz. Balki просто gaplashib ko'rarmiz, nimaga keldi u. Qarashim, hayot sana uchun multfilm, ha? Просто gaplashib bo'ladigan. Hozir men, endi shu deb keladim demaydi-ku senga. Men kamerani olganda borib so'ratga. Chiq, chiq. Bo'ldimi? Mayli. Duqqatdan keldim bunga muncha. Farqi yo'q. Maqsad baqirib yig'lab kelgandan so'ng qilaman hozir просто. Davay. Chiq. Qani chiq, ancha bor. Bitta aylanki endi. Voy, kelgan joyga borchi, ana balki kutayotgandir seni. Yo'q, mana hech kim yo'q, chiqinglar. Aldayapti hozir. Chiqib ketib qoladi, aldayapti. Mana hech kim yo'q. Buncha qo'rqasizlar, kelinglar, mana yo'q. Qani yurishsin-chi, shoshma. Mana. Qo'lim bu taraflarga chiqani. Mana, menimcha ketdi u. Bizni chaqirmadi-ku, klonni. Qancha anu kichkina ham emasdi, shu ko'rinmay qoladigan. Shu ko'rinardi agar bo'lganda. Hop, bo'lmasa hech qayerda bo'lsa qattu. Shu, mana hech kim yo'q. Do'stlar, boy ko'rdinglarmi? Просто. Ey, sen o'lishdi. Mana tenga aytdim. Kitob olib qo'ygan bo'ligiga. Keyin bor tekshirishga. Kitob. Hop, qani qish.
Jam, muhim baqirma birinchi o'rinda. Klon hozir bu yerda kelmagan. Kitob mana aytib turibdi. Qani kitob? Mana ko'rmayapsan? Mana qarab bilinib turibdi-ku. Mana shuni ko'tarasan, olga mana. Olma. Mana chimada boshlab. Xavfsiz joyda demak. Ha, xavfsiz joyga xavfsiz, lekin men o'ylab topganman uni. lekin hop klon kelib qolishi mumkin, hech narsa bilib bo'lmaydi. Bizga mощный strategiya kerak, tushunasizmi? Bu klon topib olishi mumkin. Masalan, kim top? Hey! Kimsan? Kimsan? Voy, bilma qo'rqmayman. Kimsan? Voy, bilma qaramayman. Chimadan qara. Chimadan nima qilasan? Nima? Chimadan nima? Chimadan. Xo'p, nimani qo'ysan? Kitobni beraymi? O'yinchog'i ham. Stop, qaranglar. Hozirga o'sha bir kunlik qimmat o'yinchoq senga muhimmi? O'yinchoqni bersa ketasanmi? Bermasang o'zingni olib ketaman. Qo'sh, bu yo'q. Chimadonimiz qolib ketdi. Chimadonni bor, uyga kirib ol. Keyin sotadi. Mamon, olib ket, bo'lib. Qanasan? Ol mamon kamera olib ket. Do'stlar Maqsud вообще прям sal qoldi o'rta do'st sotib qo'yadi. Sotib ketaman. Gamitaga bo'lib ketyapti. Gamitaga. Nima? Maqsud? Yo'q, Gamit gapirmayapti yana. Gambitaga nima? Reaksiya bildirmayapti Gamitaga. Qarab turibdi biz eshikka qarab. Mana men chiqishga qo'ydik. Gamitaga klonning oldiga kirmoqchi, qoching. Qay jinnimisan? Gamitaga. Qas, bulut. Brat, qochishimiz kerak yana. Qochishga safarga deb qoldi. Gambit. Yo'q, shoshma. Kamerani o'zingni faqat olib o'tma, nima o'tganini ko'rsat. Gamit eshik ochib bermoqchi. Qoching, men qo'rqaman, brat. Klon chiqdi. Gamit qara. Demak, Gambitim klonlanish yeriga. Ol, kamera.